Assalomu alaykum hammaga, Salam Zorkil va bu kundalik tahlil videosi. Bugun 17-sentyabr. Tillarni ko'rishimiz mumkin. Tillar juda ham yaxshi poy yasab bergan, ya'ni siltabay ko'rinishda. Narx ushbu diapazonga tushib, yaxshiroq tasdiq bersa, sweep MS bersa, dальнейшем yana all time high, ya'ni PDH gacha ishlab ko'rsak bo'ladi. Hop, keyingi instrumentimiz Euro USD. Euro USD da ham ko'rishimiz mumkin. Ikkita 1 soatlik time frame'da FVG lar qoldirib ketgan. Narx ushbu 1 soatlik FVG larga tushib turib, yaxshiroq tasdiq beradigan bo'lsa, PDH gacha ishlab ko'rmoqchiman. Hop, GBP USD da biz ko'rishimiz mumkinki, faqat pastroqda 4 soatli FVG bor. Narx ushbu diapazonga kelsa, PDH gacha emas, balki aziyatskiy high gacha ishlab ko'rsak bo'ladi. Hop, USD-CF ga keladigan bo'lsak, USD-CF da deyarli bir xil holat. Bunda ham tipparoqda 1 soatli time frame'da FVG'miz bor. Narx o'sha diapazonga chiqib berib, yaxshigina tasdiq beradigan bo'lsa, PDL gacha ishlab ko'rsak bo'ladi. Bunda ham. Hop, barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.